Tamam do'stlar, mana 72 talik inkubatorlar, 50 taliklar. Bu ham 12 ga 220 ga ishlaydi. Bu faqat 220 ga ishlaydi. Ko'p shu nastroykalarni ko'p buzilib ishlamaydi. Tushuntirib bering ekanlar. Qarang, nastroykasiga qizil knopkasini bosib o'tirsa, aylantirishni boshlaydi. Yana qaytib bosib o'tirdiki, H5 chiqadi. Shuni C ga qo'yamiz. O'rnini 0.3 ga qo'yamiz. Bosib o'tirsak o'tish boshlaydi. Uchish boshlayapti. Nolga qo'ydik. Yana bitta bosib olamiz. Ofey. Buni ko'taragini 120 qo'yamiz. 120 2 soat degani. Hozir sekund, o'zini shu soat o'tdi. Yana bitta qiladigan bo'lsamiz 5 ve mana 0 ga qo'yamiz. Yongan paytga sirada aylantirish boshlaydi. Tushishni boshlayapti. 0 bo'ldi. Bitta bo'lsa yana aylantish boshladi. To'xtadi. Soat o'tdi. 119 daqiqadan keyin yana bir aylantirib, yana 119 bo'ladi. Bu nastroykasi qarang. Pastga ham tepaga knopka bor. Shuni pastga qarab turganda City oldiga qo'yiladi. Nastroyka bosib, bitta bosib o'tdiki, uchun nima qilaylik ekan, mana xohlagan ko'taragan. Tushiramiz xohlasak. City oldiga qo'ydik, tegmadigan nastroyka kiradi o'zi. Kirdi 35 o'zim harorat hozirga. Endi buni o'zini shuni 37 3 ga qo'yamiz.